Depozit qilish bilan pul yechib olish uchun manzil joylashni ko'rsataman. Birinchi depozit qilishni ko'rsataman. Mana shu USDTga kiramiz. Depozit qilish uchun mana shu Popalnitiyni tanlaymiz. Bosdim. Mana BP20 adresi chiqarib beradi. Mana shu joyini bosamiz. Mana adres nusxalandi. BP20 adres. Birjaga o'tib, komissiyasini hisob-kitobini qilib depozit qo'yasiz. Bu bo'ldi. X ni bosamiz. Keyin manzilni depozit qo'yib, paket sotib olgandan keyin sirazi manzil joylang. Mana shu, u ham mana shu joyda bo'ladi. Kiramiz. Mana pastda turibdi Vivesti. Kiramiz. Men endi manzil joylab qo'yganman. Mana soat sanayapti. Manzilni joylagandan keyin Gmailga kod keladi-da, o'sha kodni kiritish kerak. Gmailda kodni topa olmasangiz, skan bo'limini yoki muhim bo'limini tekshirib ko'rasiz. Tepada 3 ta chiziqcha bor, o'shandan hamma yog'ini titib chiqing. Kodni joylaysiz, manzilni joylaysiz. Mana shunaqa soat sanaydi o'zi. Manzil joylangani bo'ladi. Manzilni joylagandan keyin 24 soat pul yechmaysiz-da, 24 soatdan keyin yechiladi. Men kecha qilganman, mana 1 soat 34 minut qoldi. Xavfsizlik yuzasidan. Keyin pul yechaveramiz. Bu bo'ldi mana. Depozit qo'yib, paket sotib olgandan keyin sirazi adres joylang. BP20 adres joylaysiz.